Assalomu alaykum hammaga yana bir bor. Xo'jobod Malina xullas Xo'jobod Malina kanali a'zolari. Mana bizda yangilik kattasi udari zo'ri Yejavika. Yejavika malinamiz mana. Ko'rishingiz mumkin Yejavika. Uji mana qorayib pishishni boshladi. Yejavika malinamiz. Mana bu yerda ham bor mana mevalar ko'rishingiz mumkin. Moshni bo'lyapti, hamma yo'q. Yaxshi holatda ketyapti. Mevalar ko'p. Prosta bu yerda jitni salqin muammo bo'lgani uchun tepasidan uni qilib qo'yganmiz. Bu effekt beryapti, zo'r emas. Keyingilarga Xudo xohlasa nasib qilsa ko'chatni yaxshi qilib ko'paytiramiz. Shunda yana bitta videolar bo'ladi. Bu yerda yechavkamiz bor. Hozir keyin ko'chatlarimizni ko'rsataman sizlarga. Mana bu yerda denli va sortimiz bor. Buni ko'rishingiz mumkin. Bu bo'yiga ham beryapti. Bu yoqdan gullayapti ham. Qaranglar mana. Oho. Mevasi yaxshi bo'ladi shekilli buni. Qaranglar mana. Mevasi normal turibdi. Bu yoqda yana bittamiz bor. Uni ham ko'rsatib o'taman hozir. Bu yerda polka sortimiz adashmasam mana o'sha pishdi bu. Pishibdi. Uni keyin uzamiz chunki mevalar ko'p. Hozir to'g'risi yegim kelmayapti. O'tgan safar yeb ta'mini bilganman. Ta'mi o'ta mazali. Bu yoqda ham bor. Mana bu yerda yana tayyorlanyapti pishgani. Mana yana pishyapti hammasi. Ko'rsanglar bo'ladi. O'tgan videolarimda qaytarganimdek yana bir bor qaytaraman. Yerdan unumli foydalanaman deb biz qilgan xatoni qilmanglar. Mana bu yerda ham bitta denli va sortimiz, adashmasam yana bitta sortimiz bor. Biz qilgan xatoni qilmanglar. Pomidorni ish qo'ymanglar. Mana bu yerdagilar ham pishib bular ham yaxshi holatda. Salqindan saqlash uchun mana bu yerda 50% setkamiz bor. Shu setka bilan yaxshi bo'lib turibdi. Keyin bu yerda bochka turibdi gilosimiz oldida. Bochka nima desanglar, bu bochkada anaqalar bor. Har xil uydan chiqqan po'choqlar bor, uning ichida o'tlar bor. Xullas yarim suv qilib turib, po'choq, o't shunaqa narsalar solib aralashtirganmiz. Bakteriya bo'lar ekan uning ichida. Bu bakteriyani malinalarga quysak, malina rivojlanishi zo'r bo'lar ekan, effekti o'ta qattiq bo'lar ekan. Shuni hisobiga shunaqa qilganmiz. YouTube kanalimizni kuzatishda davom eting va obuna bo'ling. Hali maslahatlar oldinda. Hali kech kuzga yaqin bular ko'chat qilish jarayonlarini ham ko'rsatib yoritib boramiz. Kuzatishda davom etinglar. Hali yangiliklar oldinda.